Har kuni millionlab odamlar nima uchundir kurashadi. Kimdir ko'proq pul topish uchun, kimdir yana mashina sotib olish uchun, kimdir orzusidagi uyiga ega bo'lish uchun, yana kimdir esa boshqalardan bir qadam oldinda bo'lish uchun har kuni tinmay kurashadi. Lekin shunday insonlar borki, ularning bugungi eng katta orzusi yana mustaqil qadam tashlash, o'z qo'li bilan ovqat yeyish, onasi yoki farzandini bag'riga bosish, hatto bir og'iz so'z ayta olishdir. Hayotning haqiqiy qadri uni yo'qotish xavfi tug'ilganida seziladi. Sizlar bilan shunday insonlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Sardor Okimjonovich. Reanimatsiya bo'limida ishlagan yillarimda bir haqiqatni tushunib yetdim. Biz sog'lig'imizni bor paytida uning qadriga yetmaymiz. Go'yo u doim biz bilan qoladigandek yashaymiz. Ammo ba'zi birgina insult, infarkt, og'ir avtohalokat yoki kutilmagan kasallik insonning butun hayotini bir necha soniya ichida butunlay o'zgartirib yuboradi. Kechagina mustaqil yurgan inson bugun eng oddiy harakatni amalga oshirish uchun boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lib qoladi. Bugungi videoda sizlarga reanimatsiya hayoti qanday bo'lishi, bemorlar nimalarni boshdan kechirishi va ularning har bir kichik yutug'i nega biz uchun katta g'alaba ekanini ko'rsatib beramiz. Ritm tiklashga dorilandim. Kardalon ketyapti. Sun'iy nafas apparati olamiz. Qali ketyapti. Hozir уже mana adishkalar уже kamayib qoldi. Kelganda вообще. Hozir yaxshimisiz amaki? Shu уже faollan tushunyapti. Ritm tiklab olsa, birinchi o'ringa. Yurak ritmini. Sun'iy nafas apparatiga olish masalasini nima qilamiz? Planga qo'yib qo'yamiz, to'g'rimi? Uydagilar bilan gaplashib. Yo'q, ko'ramiz, hozir gaplashaylik. Diqqatingizni yaslashni kamayganki, shunga nima qilamiz? Agar iloji bo'lsa bitta MCK'ni bronxoskopiya qildik. olamiz. Bakpasiya oldik. Bakpasiya chista anaqa gnoyda hozir. Yiringlar jarayon ketyapti, o'pkada. Mana chiqqan narsa. Salam. Fizga suyultirilgan. Bizga sultan gnoyni prosess ketyapti. Bunaqasi. Hozir bu bronxoskopiyadan keyin yengil bo'lib qoldi. Yaxshi, baribir uydagilarni chaqirib hozir gaplashaylik, holat bo'yicha. Saturatsiya nechi bilan keldi? Kelganda 89-90 92 bo'lib turdi. Ko'tarilmadi, keyin iloji sepab qo'yildi. Lekin fiyoda va unaqa baland emas. Ko'ramiz. Yaxshi, uydagilarga tushuntiraylik, holatni aytaylik. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz siz? Holatlari bo'yicha уже 4-insult. O'pkalarini hozir bronxoskopiya amaliyotini amalga oshirdik. Ya'ni bronxoskopiya o'pkalarga kirib, kamera orqali kirib, o'pkalar tozalandi. Yiringlar ajraldi o'pkalardan. Bu narsa endi bugun yoki kecha bo'lib qolgan narsa emas-da. Shunchaki oldinroq barcha shamollash o'tkazgan bo'lishlari mumkin yoki zastoyni tuzilmagan hisoblanadi. Endi bo'ladi bu narsa. Lekin hozir bizada MCK'da qilish masalasi, MCK'da baribir bosh miyada ko'p informatsiya bermaydi. Faqat qon yoki qanaqa holat o'smalar bo'lsa, shu holatlarda yaxshi informatsiya beradi. Lekin aslida MRT qilish kerak. Hozir birinchi uchurda bu emas, insult emas, bosh miyadagi o'zgarish emas, o'pkadagi jarayon va yurakdagi jarayon. Yurakda hozir yurak ritmi juda ham baland. O'sha uchun bitta xavf turishi mumkin. Agar o'pkadagi holat yaxshilanmasa, sun'iy nafas apparatiga o'tkazishimiz mumkin. Chunki sun'iy nafas apparati qancha erta o'tkazilsa, bemor uchun shuncha foydali bo'ladi. Chunki har kuni kamera bilan kirib o'pkani tozalash imkoni bo'lmaydi. Hozir faqatgina ko'ramiz, uni tozalaganimizdan keyin sal yaxshilandi dinamikada. Dinamikada. Kechasi bilan o'sha g'irillashda sal kamaydi. Qorinni ko'rsangiz, shunaqa nafas olyapti. Bu yerda doktor chaqiramiz. Pulslarni ushlaydi, faqat ukol qilib tinchlantiradi. Endi u payt bo'limda bo'lganlar, bu reanimatsiya. Endi inshaalloh ajab emas, Alloh shifo berib, bizga sababchi bo'lib qolsak, bizning qo'limizdan keladigan maksimal narsa sizlarga qo'ldan kelgancha bor imkoniyatdan foydalanib, bemorga yordam ko'rsatish. Bu bizning birinchi vazifamiz. Qolgan masalalar ikkilamchi. Bizani ham lekin siz ko'ruvdimga Shahlo degan kishi anaqadan keldilar, o'sha qarindoshimiz, shularni oyoqqa turg'izib chiqarib yuborgan edingiz, ularni ko'rgan, o'sha mana Alloh sababchi. Alloh xohish bilan. Ular ham juda og'ir ahvolda kelgan edilar. O'g'lim shuning uchun ham mana shu anaqa qildi dedi, nima qildi? Mayli. Ajab emas, sababchi bo'lib qolsak, opa. Xo'p. Uylari xudo xolis anaqa bo'ladi. Sekin tiklanadi, sekin.
U yurak bilan insultdan ishlamas. ketyapti, ham yurakda ham muammo ketyapti. 3 ta narsa. o'pka, yurak va bosh miyada o'zgarish ketyapti. 3 ta muammomiz bor. Shu opa. Rahmat. Xo'p. Pastor Xo'p, sog' bo'ling opa, yaxshilik ko'rishaylik, xo'p. Hayot insonga faqat bir marta beriladi. Afsuski, ba'zi bir soniya beparvolik yoki kutilmagan kasallik butun umrni o'zgartirib yuborishi mumkin. Bugungi videoni naqadar og'ir oqibatlarga olib kelishini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Shuning uchun o'zingizni va yaqin insonlaringizni hayotini saqlang. Sog'lig'ingizga muammo kuchayganda emas, balki ayni bugundan e'tibor bering. Agar videomiz sizni o'ylantirgan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va eng so'nggi xulosa shuki, hayotning haqiqiy qadrini uni yo'qotish xavfi tug'ilganida emas, bugungi sog'lom yurgan kuningizdan biling.